Yaponiyaning yangi harbiy strategiyasi Xitoy va Rossiya uchun nimadan derak berdi? Yaponiyaning Kyoto xabar agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi, Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin va Koreyalik ministr Lee Jong-suk qatorliqlar bilan 2022 yil 6-oydagi Shangri-La bexatarlik suhbatidan keyin e'lon qilgan bayonotida Tayvan bo'g'zidagi tinchlik va muqimlikning nihoyatda muhimligini ta'kidlagan hamda Xitoyning 2022 yilning 5-dan boshlab Tayvan bo'g'zidagi harbiy ig'vogarchiligini kun sari kuchaytirayotganligini ayblagan. Yaponiya davlat mudofaa siyosatini uzil-kesil tekshirishni tasdiqlashda qo'shnisi Xitoy elib kelgan tahdidga ahamiyat berib, Beijingni Yaponiyaning davlat bexatarligiga misli ko'rilmagan strategiyalik tahdid elib keldi deb tasvirlagan. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Spornes 2022 yil 2 oyda shu yerdagi BBS kanalining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan. Biz bilimizki Xi Jinping o'zining harbiy boshliqlarini 2027 yilgacha Tayvanni kontrol qilish uchun urush qilishga tayyorlik qilishga buyurgan. Bu xabar Yaponiyaning andisini qo'zg'ab qo'ygan. Bo'libmi shu chaqlarda Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bombasining Yaponiya osmonidan uchib, Yaponiyaning dengiz okean iqtisodiy rayoniga tushib ketgachga, uni azlab Xitoyning yadro qurolini o'z ichiga olgan harbiy kuchi kun sari kuchayayotgan. Yana bir tarafdan Rossiyaning kengayish xohishining Ukrainada ko'rinarlik bo'lish omillari qatorliq andishlar Yaponiyani oxiri keskin bir qarorga kelishga majburlagan. Darvaqa shu kunlarda Xitoy Tayvan bo'g'zining kirish eg'iziga yaqin Sharqi dengizda manevr tashkillagan edi. Yaponiya 2 dunyo urushidan buyon ko'lami eng cho'ng bo'lgan davlat mudofaa siyosatini qaytadan qarab chiqish va tangshashning bir qismi sifatida yillik mudofaa xomchotini bir qatlab, kelgusi 5 yil ichida 80 milliard dollardan oshirdiganligini e'lon qildi. Yaponiya yana harbiy rahbarlik qatlamini to'liq birlikka keltirib, boshqariladigan bombaning soni va nishonga yetib berish doirasini oshirishni qaror qilib, g'oyat zo'r harbiy xomchot ajratish orqali bir sakrabla harbiy xomchotda Amerika va Xitoydan qolsala 3-o'ringa chiqdi. 2022 yil 16 dekabr juma kuni Yaponiya 2 dunyo urushidan buyon ko'rilib boqmagan g'oyat zo'r mudofaa siyosatini oshkorlagan. Bu siyosat 320 milliard dollar mablag' ajratib, harbiy iqtidorni kuchaytirish va Xitoyga zarba bera oladigan ilg'or boshqariladigan bombalarni armiyaga saplashni o'z ichiga olgan. Yaponiyaning yangi harbiy strategiyasi yaqin atrofdagi jug'rafiyalik siyosiy muhitda yuz berayotgan keskin o'zgarish va uzluksiz yuz berayotgan xiristlarga asosan o'ttirg'i chiqqan. Bu xildagi strategiya yadro quroliga ega bo'lgan va rayonda ta'sirini kuchaytirishga urinayotgan Xitoyga ajallik zarba berishning tunji qadami. Shundaqla o'zini bilmas kim jamoatining ilkidagi Shimoliy Koreyaga qartilgan bir ogohlantirish. 2022 yil 23 dekabr juma kuni Yaponiya oxiri 2023 yil 4-oydan boshlab mudofaa xomchot uchun 114 trillion 400 milliard yen, ya'ni 863 milliard dollar ajratishni o'z ichiga olgan dunyoviy rekord xomchotini e'lon qildi. Buningga masalda bosh ministr Fumio Kishida boshchiligidagi kabinet shu juma kuni keng ko'lamda zoim tarqatish planini tasdiqlab, yuqorqi harbiy islohotga qulaylik yaratib bergan. Buningdan bir necha kun ilgari Yaponiya tashqi ishlar ministrligi Tokio bilan Stokgolmning mudofaa aslahalari va texnikasini yetkash va almashtirish to'g'risida kelishim imzolaganligini e'lon qildi. Harbiy aslahalar, urush parxodi va boshqa parxodlarning chiqimini mablag' bilan ta'minlashni qaror qilgan hukumat 2023 yili moliya yili tarqatiladigan 434 milliard 300 million yen qimmatidagi qurilish zoyimini bu qitimqi misli ko'rilmagan harbiy planga ishlatishni qaror qilgan. Bu xomchot bosh vazir Kishidaning
2027 yılga barganda Yaponiyaning davlat mudofaa chiqimini Yaponiyaning ichki ishlab chiqarish umum qiymatining 2%ga yetkazish planining qo'llashiga erishgan. Davlat mudofaa ministrligining kelar yillik xamchotiga kirgizilgan yangi chiqimida Amerikaning Tomahawk chorlig'ichi boshqariladigan bombasini sotib olish uchun 211 milliard 300 million yen. Yaponiyaning O2 tiplik parxodga qarshi boshqariladigan bomba ishlab chiqarishga 93 milliard 900 million yen ajratib berish qaror qilingan. Xamchot loyihasida Yaponiyaning bosh kirimi 69 trillion 444 milliard yenga yetkaziladigan yangi zaym tarqitishni 35 trillion 600 milliard yenga yetkazilganligi mo'ljallanmoqda. Yaponiyaning bu planiga Xitoyning qaytargan inkasida Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Tokioning haqiqatan bu ta'kidlarni nazardan saqit qilib, Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi o'rtaq tunish va ikki taraflik munosabatga ahamiyat berish va'dasidan yiroqlashib, Sharqiy Osiyo harbiy hozirlik musobaqasini boshlaganligini qattiq ayblagan. Rossiya mo Yaponiyaning harbiy ta'limotdagi kaskin o'zgarishidan cho'chiganligini yoshirmagan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bu haqda Yaponiya hozir misli ko'rilmagan darajada harbiy kuch to'plash qo'yida bo'lyapti. Rossiya yana Yaponiyani ogohlantirib, uning kontrol qilinmagan militarizm yo'liga qaytadan kelishni muqarrar holda Osiyo Tinch okean rayonida yangi bexatarlik xirislarini paydo qiladiganligini aytgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi yana Tokioning zamonaviy dunyo tartibining asosi bo'lgan Ikkinchi dunyo urushining natijasini e'tirof qilishdan o'zini qochirish xavfining kuchayganligidan ogohlantirgan. Chunki Moskvaning Iroq g'arbidagi Ukraina urushida harbiy kuchi xo'rab ketgan qiyin paytda kuchli Yaponiya armiyasining Iroq sharqidagi Rossiyaning yumshoq tarafiga qulaysizlik va hatto tahdid paydo qiladiganligi aniq bo'lib, Rossiyaning qarashicha, agar Tokio Rossiya armiyasining Ukrainada ajallik mag'lub bo'lganligini yoki tarmar bo'lganligini ko'rsa, Kuril taqim orollarini Rossiyadan qaytarib olishni qaror qilishi mumkin ekan. Kuril taqim orollarini Yaponlar shimoldagi 4 orol deb ataydigan bo'lib, Yaponiya tuprog'iga bakli yaqin bu orollar 1945-yil kuzda Stalin qo'shini tarafidan ishg'ol qilinib, hozirgacha Rossiya ishg'oliyatida turmoqda. Mushu orollar masalasi tufayli Yaponiya bilan Rossiya orasida hozirgacha hech qanday bexatarlik kelishimi tuzilmagan. Shimoliy Koreya mo Yaponiyaning yangi bexatarlik strategiyasini tanqid qiluvchilardan orqada qolmagan. Ular buni Sharqiy Osiyoning bexatarlik sharoitini uzil-kesil o'zgartirdi deb qarab, bu qadamni xato va intayin xatarlik deb tasvirlagan. Shundaqla hal qilg'uch tadbir qo'llanilganligi to'g'risida Yaponiyaga tahdid solgan. Amerikaning sobiq davlat mudofaa ministrining Osiyo va Tinch okean bexatarlik ishlar maslahatchisi Brian Harding Yaponiyaning yangi harbiy strategiyasi siyosatidagi aniq va keskin o'zgarishni Amerikaning qarshi oladiganligini, shundaqla endi Tinch okean rayonini qo'g'dashda Yaponiyaning dadil bir qadam olganligidan mamnun bo'lganligini bildirgan. Yangi mudofaa strategiyasiga asosan Yaponiya xatarlik mazgil va rayonda yashashga tayyorlik qilmoqda. Unda boshqa bu yangi harbiy islohot Yaponiyani Ikkinchi dunyo urushining yuklaridan, ya'ni harbiy jihatdagi ajallik ojizliklardan to'liq qutqizadi. Yaponiyaning harbiy ishlarni ko'zdan kechirish qarori Amerika tarafidan qarshi elindi. Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Washingtonning Yaponiyaning rayon xarakterlik tahdidga qarshi o'zini kuchaytiradigan eng yangi iqtidoriga erishish qarorini butunlay qo'llaydiganligini, jumladan dushmanga qaytarma zarba berish iqtidorini qo'llaydiganligini aytdi. Austin yana mundaq dedi: Amerika Yaponiya bilan hamkorlashib, ikki davlatning strategiyasida o'tirg'i qo'yilgan nishonni qo'llaydi. Harding Washington bilan Beijing o'rtasidagi strategik sheriklik munosabati to'g'risidagi so'zida ta'kidlab, Yaponiyaning yangi ta'limotining ikki davlat o'rtasidagi mudofaa va harbiy ittifoqining texnik yaxshi birlashishni keltirib chiqaradiganligini aytdi. Shuning bilan bir vaqtda u yana Amerikaning bu qarorni qarshi olishning Yaponiyaning Amerika qarmoqida bo'lishidan derak bermaydiganligini, Yaponiyada turishliq 45 ming Amerika askarining faqatla
ikki taraf orasidagi tangpung kelishim bo'yicha Shimoliy Koreyaning harbiy tahdidiga qarshi turish uchun Yaponiyada turayotganligini eskartdi. Tuzatish kirgizilgandan keyingi harbiy Yaponiya armiyasining dushmanga qaytarma zarba berish huquqini ishga silishi tövəndəki 3 şərt astida amalga oshadi. Birinchi shart Yaponiya muqarrar zo'r tahdidga uchirgan bo'lishi yoki Yaponiyaning bir ittifoqdoshi bu tahdidga uchirgan bo'lishi kerak. İkinci shart shuki, dushman deb qaralgan kuch bilan urush qilishdan saqlanishning boshqa imkonlari qolmagan bo'lishi kerak. Uchinchi shart shuki, qaytarma zarba berish imkon qadar eng tuvan chekda bo'lishi kerak.